Diqqat, aholiga tezkor xabar. Endi soliqlarni qasddan to'lamaganlar 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 19-iyuldan kuchga kiradigan qonun bilan soliqlarni yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Qonun bilan Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjatda qayd etilishicha, ushbu qonun soliq sohasidagi huquqbuzarliklarni oldini olishga, soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 174-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, foydani, ya'ni daromadni yoki soliq solinadigan boshqa obyektlarni qasddan yashirib, kamaytirib ko'rsatish, shuningdek soliqlarni yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun jarima miqdori oshiriladi. Fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravargacha, ya'ni 6.180.000 so'mdan 10.300.000 so'mgacha. Mansabdorlarga esa 25 baravaridan 50 baravarigacha, ya'ni 10.300.000 so'mdan 20.600.000 so'm miqdorigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ancha miqdorda sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 50 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Daromadlar to'g'risidagi deklaratsiya taqdim etishdan bo'yin tovlash. Deklaratsiyani o'z vaqtida taqdim etmaslik yoki unda atayin noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Ushbu moddada nazarda tutilgan soliqlarni yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlashni ancha miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 600 baravarigacha, ya'ni 41,2 million so'mdan 247,2 million so'mgacha bo'lgan miqdor hisoblanadi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.